Gap shundaki, ba'zan eng oddiy ko'rinadigan texnika aynan kundalik hayotingizda katta o'zgarishlarni olib keladi. Ideal brendining L200 model gaz plitasi ham xuddi shunday. Ishlatganingiz sari uning qiymatini tobora tushunib boraverasiz. Bir qarashda barchasi tanish, to'rtta komfortga klassik dizayn, lekin kutilmagan jihati shundaki, aynan mana shu soddalik ortida juda qulay va o'ylaydigan funksiyalar yashiringan. Masalan, bir vaqtning o'zida bir nechta taom tayyorlash jarayoni shunchalik osonlashadiki, avval bu qanchalik qiyin ekanini eslab hayron qolasiz. Endi esa e'tiboringizni duxovkaga qaratsak. Odatda duxovkada pishirish jarayoni bu sabr talab qiladigan jarayon edi, lekin bu yerda termostat borligi sabab siz taxmin qilishni emas, endi nazorat qilishni boshlaysiz. Baquvvat panjaralar esa go'yoki ko'rimsiz detaldek ko'rinadi, ammo aynan mana shu detal aksariyat gaz plitalariga qaraganda katta farqni yaratadi. Og'ir idishlarni ham bemalol to'la ishonch bilan qo'yaverasiz. Duxovkaning 65 litrlik hajmi esa amalda katta imkoniyatlarni yaratib beradi. Pishiriqlar, go'shtli taomlar, xullas, ko'nglingizdagi xohlagan narsani tayyorlash endi muammo emas. Xulosa shunday, L200 sizni yangi funksiyalar bilan hayratlantirmaydi. U boshqa yo'lni tanlaydi. Oddiylik orqali sizga qulaylik va xotirjamlikni beradi va aynan mana shu jihat bilan u boshqalardan sezilarli darajada farq qiladi. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.